Keksa ayolning qulog'idagi ziraklarni yulib ketgan talonchi tezkorlik bilan qo'lga olindi. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Navbatchilik qismi ko'rsatuvidagi ilk reportaj shu haqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga noma'lum shaxs tomonidan talonchilik jinoyati sodir etilgani haqida xabar kelib tushdi. Olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatni skuterda yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchi shaxs sodir etganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, 1948-yilda tug'ilgan jabrlanuvchining qulog'idagi ziraklar qiymati taxminan 3000 AQSh dollarini tashkil etgan. Talonchilik sodir etgan shaxs muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169, 166 va 227 moddalari bilan sudlangan bo'lib, sud tomonidan o'ta xavfli retsidivist deb topilgan. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Gulxaniy ko'chasidamiz. Voqea aynan shu yerda sodir bo'lgan. Ertalab soat 7:30 da mana shu ko'chadan o'tib ketayotgan 78 yoshli onaxonni yaqindagina qamalib chiqqan fuqarolardan biri payqaydi va uning qulog'idagi ziraklarni yulib tortib olib qochib ketish uchun reja tuzadi. U o'zining skuterini chetroqqa qo'yib, ayolning orqasidan sekin yaqinlashib keladi va o'zining g'arazli niyatini amalga oshiradi. Orqasidan keldim ayolni, ikkala ziragini tortib oldim, qochib ketdim. Keyin bozorda olib kelib sotib oldim. 2500 ming. O'zim ixtiyorimga ishlatib oldim. Ko'zimga shu payt hech narsa ko'rinmadi. Qilgan ishimdan pushaymonman, afsusdaman. O'sha ayoldan, o'sha ayolni oila a'zolaridan kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Sergeli avtomobil bozorida olib sotarlarning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Navbatdagi lavhada batafsil axborot beramiz. Bozorlarda xaridor va sotuvchilar o'rtasida vositachilik qilib, noqonuniy ravishda pul ishlaydigan shaxslar haqida eshitgansiz. Odamlar orasida ularni olib sotarlar yoki saygaklar deb atashadi. Ular bozorga kirgan fuqarolarga zarur mahsulot va xizmatlarni taklif etadilar. Ayniqsa avtomobil ehtiyot qismlarini hammasini bir joyda arzon va tez o'rnatib berishni aytib, xaridorni o'z domiga tortadilar. Oqibatda fuqaro odatiy narxdan 2-3 barobar qimmat to'lab, aldanganini keyin anglab yetadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday noqonuniy vositachilar faoliyati sifatsiz mahsulotlar savdosining ko'payishiga, narx-navoning sun'iy oshib ketishiga, iste'molchi tomonidan e'tirozlar ko'payib, xaridorning bozorga bo'lgan ishonchi pasayishiga sabab bo'ladi. Misol uchun 100 ming so'mlik narsani 1 million, 2 million qilib o'tkazgandan keyin u narsaga kim rozi bo'lib beradi? Bir marta kelib ta'sirini olib ketgan odam ikkinchi Sergeli mashina bozoriga kelmayman deb ketadi. Olib chiqib ustiga qo'yib sotadi. Qimmatroq etadi. Aldab yuborishi ham mumkin. Klient qimmat olib qo'yganini eshitgandan keyin xafa bo'ladi. Ichkariga kirsam bo'lar ekan dedi. Klient istagan kelib qolib ketadi. Betkachan ketsa ham odam ko'proq bo'ladi, ham savdo yaxshi bo'ladi o'zi. Birinchi qo'ldan oladi klient. O'zi bozorimizda misol uchun 10 ming so'm, 15 ming so'm turgan klipsalar yoki gubkalarni ular 50 ming, 60 ming qo'yib yuborishganda, shu bo'yicha shu klientlarimiz ancha norozilik bildirishgan, ishonch qochib, bozorda ishonchimiz qochib, hamma avtodetailing o'tib ketishgan. Bu turdagi jinoyatlarga barham berish va ana shunday qonunbuzarliklarning oldini olish maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Sergeli tumanida joylashgan iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli mas'uliyati cheklangan jamiyati bozori hududida tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Sergeli tumani mashina bozorining ichida noqonuniy faoliyat olib borayotgan hamda o'rtakashlik faoliyatini olib borayotgan bir qator shaxslarni aniqlab, ularni tuman boshqarmasiga olib kelib, hujjatlar rasmiylashtirib, ularga tegishli choralar ko'rildi. Jami 100 nafar shaxs aniqlangan, 50 tasiga profilaktik suhbat o'tkazildi. Ulardan 30 nafariga ma'muriy qamoq hamda jarima jazosi tayinlandi. Sergeli tumani sudi tomonidan. Saygak bozorida shu 400 so'mlik narsani 800 so'mga sotadigan odamlarda. Shu kirganingizda uni qo'yib beraman, buni qo'yib beraman deydi, shu bilan bo'ldi. Ilinasiz bir 5-6 xil narsaga shu chiqazib beradi sizga, bitta narsa qilib. Tan narxidan ancha baland narxga sotadigan odamlar. Mashina bozorida saygaklik qilar edim, shu noqonuniy ishlardik. Noqonuniyligini tushunib yetdik, tushuntirish ishlarini olib borishdi. Bu ishimizdan qattiq pushaymonman. Bundan buyog'iga qonuniy ishlashga so'z beraman. Sergeli mashina bozorida ishlaganman, noqonuniy ishlarni qilganmiz. Bu ishlarning noqonuniyligini tushunib yetdik va kelgusida ishlayotgan bolalarga maslahatimiz bu ishni qilmanglar, yaxshilikka olib kelmaydi. Men mashina bozorida servisda noqonuniy dokumentsiz ishlaganman.
Bundan buyog'iga qonuniy dokumentalni ishlayman. Boshqa bunaqa noqonuniy ishlarga qaytmayman. Ichki ishlar organlari hamda tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlardan so'ng bozordagi holat ijobiy tomonga o'zgardi. Bundan nafaqat xaridorlar, balki tadbirkorlar ham mamnun ekanliklarini ma'lum qildilar. Hozirgi paytda misol ancha yaxshi bo'lgan. Xaridorlarimizga ham mamnun hammagisi. Klientlarimiz ishonchini qaytyapti. Endi ochiqlik, shaffoflik bo'lyapti, bemalol klientlarimiz kirib ola oladi. Yaxshi bo'ldi, ancha yengillik bo'ldi. Shunaqalar ketgani ham bizga qulay bo'ldi. Baraka topsin, hammaga rahmat. Shunchalik bozorimizni tinchligini ta'minlab turishibdi. Ma'lumotlarga ko'ra 2025-yil hamda 2026-yilning o'tgan davrida shu kabi holatlar yuzasidan 10 ga yaqin jinoyat aniqlangan. Misol uchun 2026-yilning yanvar oyida fuqaro Tojiboyev tomonidan Sergeli tuman hududida joylashgan avtotransport vositalari va ularning ehtiyoj qismlari bozor hududida bir nechta fuqarolarni aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan ularni mulkini qo'lga kiritish maqsadida go'yoki ularga avtotransport vositasini arzon narxlarda sotishni va'da qilib, firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan mulklarni o'z ehtiyoji uchun sarflab yuborganlik holati aniqlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudi tomonidan fuqaro Tojiboyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan aybli deb topilib, unga nisbatan 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Bundan tashqari, 2026-yilning yanvar oyida fuqaro Sherqobilov tomonidan avtomashina bozori hududida bir nechta fuqarolarni mulkini qo'lga kiritish maqsadida ularni aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan bir nechta fuqarolardan qo'lga kiritilgan pullarni va mulklarini o'z ehtiyoji uchun sarflab yuborgan holatlari ma'lum bo'ldi. Hozirgi kunda fuqaro Sherqobilovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Hurmatli fuqarolar, har qanday xizmat yoki mahsulotni rasmiy va ishonchli savdo nuqtalari orqali amalga oshirishingizni tavsiya qilamiz.